narsani yasashga erinib, $850 narsani bo'lib yubordim. Qisqasi bu ham hikmati bor ekan. Mana bu narsani konkretni ushlaydigan qilishim kerak edi. Mana bu qaranglar. Moshina yaqinda tog'da zo'r zakat botib o'shani syomka qilaman, shoshildimda. Mashina o'rniga alyuminiyni qo'yib qo'ydim, bunday alyuminiyni. Bu ekstrenligi ishlamasa ekan, yaxshi off-road yurdim. Sinib ketib qoldi va kameram ham ahvol keldi. Yomon tushdi. No zato zapchasini ham qayerda sotishini bilib oldik. Zapchas ham zakaz qildik. Qisqasi remont qilishi polniy noldan hamma zapchaslarni topib yig'ishni o'rganib oldik. Zato nima desa bo'ladi, zapchas topib oldik, o'zimiz yig'yapmiz. Va bizda mana bunaqa narsa ham yasaldi akalar. Oxiri shu narsani vohliroq yasashim kerak edi. Menga yaxshi 2000 so'mga tushdi. Buni ham o'zim yasab tashladim, svarka qilib, mana bunga vtulkalar yasab tashlab, qisqasi mana shu narsani yasash uchun mana bunaqa sindirishim kerak ekanda, akalar. Hikmati bor ekan. No zato buni ham mana bunaqa displeysi men DJI da bo'lmaydi deb o'ylardim. Mana bunaqa displeylar sotuvda bor ekan, men zavodini topib oldim Xitoydan. Xudo xolisa, buni yig'ilishini ham zo'r qilamiz. Buni ham har xil modellari bo'lar ekan, uni ham bilib oldim. Qisqasi, mana shu narsa bo'lishi kerak ekanda. Hikmati bor ekan, bekorga hikmat emas. Akalar, mana shu narsani erinmasdan qilishim kerak edi boshida. Lekin mana endi ham bu usulinniy bo'ldi. Men buni ham upgrade qildim. Menda germetikda o'tirardi, svarkaga o'tkazib, bitta noshka yasadim. Men buni ham arzon gadjetdan zo'r karbonovisini oldim, liqillarda bu liqilamaydiganini oldim. Men общий o'zi liqillayapti. Men buni usuliy qildi. Batareykasini upgrade qildim. Qisqasi mana shu $100lik rasxotim menga mana shu narsani upgrade qilishga yetdi va shu narsani ham remont qilib oldik. Endi remont qilishga hozir zapchas yetdim. Пока что menda displeylari yaxshi. To есть anaqalari, kamerasi yaxshi. Kamerasini ham topdim-da, ichida ham bunaqa detallari bor ekan. Uni ham zapchasini topdim-da. Пока что ishlayapti. Olganimga ko'p ham bo'lmadi. Buni ham arzon gadjetdan oldim. Okalar, qisqasi nimagadir hikmati bor. Shunga siqilmaymiz. Bu yengil prosta shamol. Zato bahonada men buni ham upgrade qilishni o'rgandim, chunki bu DJI tuzalmasa kerak. Endi men buni sochaman dedimda, men buni ichini ochib, motori bor ekan, uni ham polniy kuchaytirdim. Batareykasi ko'tada ekan, Type-C zaryadkalik qilib, qisqasi polniy, короче, $100 расходga mana shu narsalarni o'rganib oldik-da. Qisqasi har bir yo'qotish nimadir o'rganishga to'g'ri kelar ekan. Va mana men bitta universalni qilib yasab oldim. Men bu syomka qilayotganda men uzoqqa tepaga ko'tariladi va men joylari ichlarini ham liqiladigan narsa ekan, buni ichidan turar ekan, bunday chiqadi bu. Mana shuni ichini ham polniy metallический qildim. Qisqasi bitta dona shu $100 расход uchun Xitoydan odam va mamlalarni zavodini topdim. Va yetmaganiga bizni polniy mamuni ichini vakuumini upgrade qilishni o'rgandim. Men buni ichini polniy varit qilib oldim. Undan oldin o'z svarka sotib olgan edim. Planka metal bilan ishlashni o'rgandim. Qisqasi shuncha yutuqqa ega bo'ldi.